Umar aka, sanoq bo'yicha 14-obyektingizda ekanmiz. Bu qanaqa obyekt, nima ishlar ketyapti? Xo'p, bu restoran O'zbekistonda amerikanskiy brenddan birinchisi, bitta bo'ladigan hozircha. Xo'p, bu yerda hozir ishlarimiz jadal ketyapti. Bu obyektimiz Silmunda joylashgan, 400 kvadratli, 4 etajli binoyimiz. Pastki qismida, ya'ni kuxnya, tepa qismida o'sha mehmonlarni qabul qiladigan territoriyamiz bo'ladi. Xo'p, kelinglar undan ko'ra bitta obyektni remont jarayoni bilan ko'rsatsam. Binomizni birinchi qavatidamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizani kotelligimiz kutib oladi. Eng bu binoni yuragi hisoblanadi. Bu yoqda gips kartonchalarimiz, перегородкаlarni olishyapti. Shit zonamiz bu yoqda bo'ladi. Bu yoqda mo'ykalarimiz, tepaga ko'tarilamiz. Bu yoqda mana pollarimizni ancha bitirib qo'yishdi. Devorlarimizni bir ikkita perdelka bo'lganda uni to'g'irlab olishdi. Bu yoqda asosiy pishiradigan xonamiz bo'ladi. Bu yoqda mehmonlar uchun sanuzul qilingan. Erkaklar, ayollar alohida. Yana tepaga davom etamiz. Bu yoqda mana bar qismimiz, barmoq qismi tegi chiqib keladi. Tepasida o'ziga yarasha figurasi bor. Uni svarishchilarimiz bitirishdi. Suvoqchilarimiz bu etajdan уже kolonnalarning suvog'ini boshlashgan. Mana eng qiyin kafil ishlardan biri. Yigitlarimiz buni o'zini maromiga keltirib, urvini to'g'irlab, shaxmatini ham to'g'irlab terishyapti. Bu yog'imizda ham bar bo'ladi. Bu yog'imizda suvoq ishlarimizni уже tugatib qolishdi. Bu yog'iga endi dekor ishlarimiz bor, ya'ni dekorativniy suvoq ishlarimiz bor. Qurigandan keyin sразу uni ham ketiklab boshlab yuboramiz. Akustik ishlarimiz ham 90% tugatilgan, hamma o'zini kolonnalari, begillari osib chiqilgan. Gips kartonchalarimiz уже tepa qismdagi asosiy ishlarni tugatib berishdi. Bu yoqda endi malyarkani boshlaymiz, ya'ni chang ishlarimiz, kafil ishlarimizni tugatib olsak, malyarka jarayonini boshlab yuboramiz. Izolyatsiyalari bor, shumkalari bor, hammasini o'zi etap qo'yib tugatib beramiz. Kirib kelishda agar ko'pchilik ahamiyat bermaydi, ahamiyat bergan bo'lsangiz, agar kameralarimiz bor. Xo'p. Har bir etajga yo ikkitadan yo bittadan, ya'ni holatiga qarab qo'yib chiqqanmiz. Unda biza klientga ulab berganmiz. Klient 24 ga 7 kuzatib turadi. Uni o'zimiz ham kuzatib turamiz. Kim kiryapti, kim chiqyapti, nimani olyapti, nimani qo'yyapti, material kelyapti, ishchilarning kelish-ketishini ham hammasini nazorat qilib tursa bo'ladi. Ya'ni mijoz bo'tga kelmasdan turib, uyda telefonida nazorat qilishi mumkin, ishonch hosil qilishi mumkin, o'z vaqtida obyekt bitadi, hamma ish ketyapti. Hammasini o'z telefonidan kuzatib turishadi. Bu xizmat har bitta siz bilan shartnoma qilgan mijozlaringizda bo'ladi va har bitta obyektda. Kvartira bo'lsa kvartiraga ham qo'yamiz, ofis bo'lsa ofis, bunaqa katta obyekt bo'lsa o'sha obyektga moslab, o'zining joylari, maxsus joylariga bolalarimiz qo'yib berishadi, ulab berishadi. Klientga ulab beramiz, shaffof, hamma narsani ko'rib turishadi. Kim uyini, biznesini shaffof, sifatli, 15 yillik tajribaga ega qurilish kompaniyasiga ishonib topshirmoqchi bo'lsa, demak hali obyekt ola olasiz. Ola olasiz. Limit bor, komanda limit bor. Komanda, ishchi kuchi hammasi yetadi. Hammasi yetarli. Hammasi nazorat ostida bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat.